$1,100,000 qanaqa xonadon xarid qilsa bo'ladi? Bugun sizlar bilan to'liq video obzorini ko'rib chiqamiz. Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan $1,100,000 ga baholanayotgan premium segmentdagi xonadonimizni video obzorini ko'ramiz. Ushbu fayzli xonadonimizda 7 sotuvli yer maydoniga qurilgan 3 qavatli 400 kvadrat yashash maydoniga ega bo'lgan xonadonimiz bo'ladi. Asosiy binoga kiraverishimiz ikkita tomonlama avtomat darvoza orqali va kundalik foydalanish uchun kalitka eshiklari ham qo'yilgan. Xonadonga kiraverishimiz bilan ikkita kattagina yashil hududga ko'zimiz tushadi, manzarali daraxtlar ekib qo'yilgan. Xonadonimizning orqa tarafi ham ko'cha bo'lgani hisobiga ikkita taraflama kirish eshigi o'rnatilgan. Orqa qismida alohida zeleniy zona, kattagina basseynlari, o'zini turk hammomlariga ham ega. Sizlar bilan xonadonimizning orqa hovlisini ko'rib chiqamiz. Uchastkamizning orqa hovliga o'tish qismi ham juda ham keng va katta qoldirilgan, avtomobillarni ham bemalol olib o'tsanglar bo'ladi. Bu xonadonimizda ikkita taraflama ko'cha bo'lgani hisobiga alohida orqa hovliga ham kundalik foydalanish uchun katta darvozalar qoldirilgan. Bu hovlimizning orqa hovlisiga o'zingizlar bitta baho berib qo'yinglar. Basseynli zona, alohida turk hammomi, hovli uchun alohida sanuzul qismi, alohida landshaftli zonalariga ham baho berib qo'yinglar. Qo'shimchasiga yozgi oshxonalari ham qoldirilgan. Sizlarni ko'p kuttirmagan holda binoyimizning ichki qismi bilan tanishib chiqamiz. Xonadonimizning eksteryer qismi 100% neoklassika stilda ta'mirdan chiqarilgan. Oldi hovlidan asosiy binoga kiraverishimiz shu koridor orqali boshlanadi. O'ng qo'limizda prixojka mebellari tayyor o'rnatilgan prixojani ko'rishimiz mumkin. Chap qo'limizda bo'lsa gastivoy hojatxonamiz joylashgan, ko'rishingiz mumkin. Koridor bo'ylab yuramiz. O'ng qo'limizda dekorativniy kaminlar ham o'rnatilgan, kattagina hol qismini ko'rishingiz mumkin. Gastivoy hol sifatida ham foydalansanglar bo'ladi. Chap qo'limizda bo'lsa razdvojnoy eshiklar bilan ajratilgan kattagina zal qismimiz joylashgan. Panoramli katta romlar o'rnatilgan har bitta xonalarga. Koridor bo'ylab yuramiz. Ayollarimizning sevimli xonasi bo'lgan kuxnyani ko'rishingiz mumkin. Tayyor mebel texnikalari o'rnatilgan. Texnikalarimizning hammasi Hoffman brendiga tegishli. Stoleshnisalarimiz bo'lsa naturalniy granit toshidan qilingan. Koridor oxirida ikkinchi qavatga podvalga tushadigan zinalarimiz qoldirilgan. Orqa hovliga chiqish uchun alohida bitta eshik qismi ham qoldirilgan. Chap qo'limizda bo'lsa birinchi qavat uchun o'zini ichida umumiy sanuzul qismi bo'lgan roditelskiy spalnyamiz joylashgan. Orqa hovliga qaragan o'zning oynalari bilan qo'shimchasiga ichida umumiy yuvinish xonasi, sanuzullari ham qoldirilgan. Ikkinchi qavatga ko'tarilishdan oldin sizlar bilan podval qismini ko'rib chiqamiz. Binoyimizning tegi seliy podval qilingan, kattagina alohida zal qilib xonalarga bo'lib qo'yilgan. Alohida kotelniy xonamizda, alohida kladovka xonalarimiz ham qoldirilgan. Katta zal qismida kinoteatr zona yoki trenajyorniy zal yoki ulfatlar bilan stol tennisi yoki bilyardni zona qilib foydalansanglar ham bo'ladi.
Xonadonimizda qurilish jarayonida umuman materialdan ayalmagan 100% sifat sertifikatiga ega bo'lgan mahsulotlardan foydalanilgan. Ikkinchi qavatga podvalga tushadigan zinalarimiz naturalniy yog'ochdan qilingan. Ikkinchi qavatda xonalar ketma-ketligi keng hol qismi orqali boshlanadi. O'ng qo'limizda va chap qo'limizda detskiy spaynerlarimizni ko'rishingiz mumkin. Qo'shimchasiga o'ng qo'limizda ham, chap qo'limizda ham sanuzol qismlari qoldirilgan. Hol qismining oxirida alohida bitta roditelskiy spalnyamiz, yonida bo'lsa master spalnyamiz joylashgan. O'zidan orqa balkonga chiqsanglar bo'ladi. Qo'shimchasiga ichida garderob zonasi va umumiy sanuzollari ham qoldirilgan. Ushbu fayzli xonadonimiz Mirzo Ulug'bek tumani Amir Temur mahallasida joylashgan. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib, to'liqroq ma'lumot olsanglar bo'ladi. Rahmat hammaga.